Assalomu alaykum do'stlar, hurmatli buxgalterlar. Uzoq tanaffusdan keyin TV Team Consult yana o'zini AdNet darsliklarini siz buxgalterlarga o'rgatishda davom etadi. Xo'p, bugungi darsligimizni AdNet 8.3.0 dasturida ishlab chiqarish, ya'ni производствоni qanday qilishni o'rgatamiz. Xo'p, unda gapni ko'paytirib o'tirmasdan darslikni boshlaymiz. Bu toza baza, ya'ni 0 hali hech qanaqa operatsiyasi yo'q, hech qanaqa покупка, продажа yo'q, va qanaqadir bankovskiy vipiskalar yo'q. Bundan oldingi darsliklarimizda покупкаga kelgan, ya'ni bizga kirib kelgan shot fakturani qanaqa kiritish, bizdan chiqib ketayotgan shot fakturani chiqarish, bank vipiskalar hammasini ko'rsatganmiz. Endi bugungi darsligimizni AdNet dasturida ishlab chiqarish. Xo'p, boshlaymiz. Biz bilamizki, mana chap tomonda AdNet dasturining chap tomonida qator menyular bor va mana shu menyudan hammamiz производство degan joyni topib olamiz va ichiga kiramiz. Va mana bunaqa звездочка, ya'ni yulduzcha qo'yib qo'yganman. Sizlar ham звездочка qo'yib qo'ysanglar, любое время kirganingizda, ya'ni endi o'rganayotgan paytingizda topib olish oson bo'ladi. Mana отчёте производства за смену degan joyga kiramiz. Вот mana shu yerdan производствoni boshlaymiz. Производство qilish uchun, ya'ni ishlab chiqarish qilish uchun biz birinchi o'rinda nima mahsulot ishlab chiqarayotganimizni va u mahsulot uchun qanaqa materiallar kerak bo'lishini va u materiallarning prixodi borligiga ahamiyat berishimiz kerak. Hozir bu bazamizni yangi bo'lganligi hisobiga mana обороткani ochib olsak, 2026-yil godovoy belgilab ochib oladigan bo'lsak, hali bu bazamda yangi mana. Hech qanaqa narsa yo'q, material nimadir yo'q. Qiladigan ishimiz birinchi o'rinda bizga kelgan shot fakturadan mana поступление orqali materiallarni kiritib olish bo'ladi. Xo'p, unda materiallarni biz kiritib olamiz. Birinchi o'rinda shot fakturani ochib olamiz. Mana bizga Vincer Group degan поставщикdan kerak bo'ladigan shot ishlab chiqarish uchun kerak bo'ladigan shot fakturalar kelgan mana materiallar. Xo'p, kiritib olamiz. Поступление tovar qilib so'zlat qilamiz. Bu joyni ozgina tezlashtirib yuboraman, chunki bizda shot fakturani qanaqa kiritish bu albatta bor edi. Buning darsligi 2026-yil. Xo'p, kontragent belgilaymiz. Hop, mana kontragent baza toza bo'lgani uchun kontragent so'zlat qolamiz birdaniga. Bu yerda biz ham bu yerda sklad degan joyda materiallarimizga qaysi skladga tushayotganini belgilab qo'yishimiz kerak. Biz material sklada deb sklad ochib olamiz. Записать и закрыть. Shuni tanlaymiz. Подразделение tanlaymiz обязательно. Bizga qanaqa do'g'or asosida kelayotganini kiritib olamiz. Hop, shartnomasi 07K, sanasi 15/08/2026-yil. Davom etamiz. Hop, ketdik mana. Birinchi o'rinda bizga nima mahsulot ishlab chiqarayotganimizni ko'rishimiz kerak. Mana men bu yerda tayyor norma asosida qilib qo'yganman. Har bitta ishlab chiqaruvchi kompaniyada har bitta ishlab chiqarilayotgan material uchun albatta norma asosida keltirilgan bo'ladi. Ya'ni mana bizda hozir Nova Consult MTJ ishlab chiqaruvchi kompaniyamiz, bu bizning kompaniya va chiqaradigan mahsulotimiz mana LED televizor 43 talik. Shuni ishlab chiqarishni ko'rib chiqamiz. Uning uchun mana norma asosida nimalar kerak bo'ladi? LED panel, asosiy plata, quvvat bloki va hokazo. Mana bu yerda bir dona mahsulot uchun qancha material ketishi, materiallarning narxi, summasi va jami televizor uchun mana qancha tannarx ketishi belgilangan. Tannarx nech pulligi. Shuni kiritib olamiz. Ketdik. So'zlat qilamiz materiallarimizni. Donada kelar ekan bu bizga. Bezindes qilib kiritaveramiz. Bu yerga biz material degan joyni tanlab ketishimiz kerak bo'ladi. Сырье и материал degan joy bor. Hop, сырье материал belgilaymiz. Записать и закрыть. Количество. Hozir bizda shot fakturamizda 100 dona kelgan ekan mana. 100 dona. Hop, umumiy narxi 185 million so'm.
tsenasiga kiritveramiz. 185 million so'm. O'shanda bir dona narxini o'zi chiqazib beradi. Shotini 10 ga olamiz. 10 shotini hammamiz bilamiz mana. Siroy material shoti. Shotiga e'tibor beramiz. 1080 ga yoki 2910 ga olib qolinishi kerak emas. Chunki ishlab chiqarish uchun kerak bo'ladigan materiallar albatta 10 shotda turishi kerak. Keyingisini sazlatib qolamiz. Bu ham shtukada kelgan. Hop, записать и закрыть. Bundan ham 100 ta kelibdi. Buning narxi 42 million so'm ekan, 100 tasining narxi. Shunda 420 ming so'mdan to'g'ri kelyapti har bittasi. 3-materialni kiritamiz. Quvvat bloki. Tak. PDF fayldan kopirovat olganinglarda mana shunaqa belgi bilan chiqazib beradi. O'sha yerga ahamiyat berib, ortiqcha belgilarni o'chirib tashlashimiz shart. Kiritamiz. Tak. Bundan ham 100 dona kelgan mana. Buning umumiy narxi 18 million so'm. O'shanda har bittasi narxi 180 ming so'mdan to'g'ri kelyapti. Qaraymiz, 245 million so'm. Bizda ham 245 million so'm chiqdi. Birinchi shot fakturamizdan kiritib bo'ldik. Провести zakritni bosamiz. Endi bizda ikkinchi shot faktura ham bor. Ya'ni 2 marta shot faktura jo'natgan. Ikkinchisini kiritamiz. 015 raqamidan 22/08/2026 jo'natgan sklad tanlaymiz. Yana material skladi. Podrazdelение tanlaymiz. Vincer Group o'zidan kelgan yana. Shartnoma raqami ham xuddi o'sha. Yana sazlatib qolamiz. Tak. Sazlatni bosganimizda ortiqcha anaqalar joylarni olib tashlaymiz. Hop. Olib tashladik. Записать и закрыть. Hop. Количествоsi 100 dona kelgan bundan ham 25 million so'm. Donasi 250 ming so'mdan ekan. Hop. Dinamik reproduktor juft. Buni ham sazlatib qolamiz. Birinchi marta sazlat qilamiz materiallarni. Keyingi safardan 1s o'zini pamyatiga bu narsa o'tiradi. 1s pamyatiga o'tirgandan keyin har safar sazlat qilib o'tirish shart emas. O'zi bor materialni chiqazib beradi. Добавить qilamiz yana. Qadoqlash to'plami. Penoplast. Yana sazlatib qolamiz. Записать и закрыть. 100 dona. 3,5 million so'mdan. Hop, 3,5 million so'mdan ketdi mana. Umumiy narxiga qaraymiz. 33 million so'm, 33 million so'm to'g'ri. Hop. Ikkinchi shot fakturamizni prihod qilib bo'ldik. И провести и закрыть mana. Bo'ldi. Biz ishlab chiqarishimiz uchun kerak bo'ladigan materiallarni prihod qilib oldik. Endigi navbat bizning bugungi mavzuyimizda ishlab chiqarishga o'tamiz. Hop, bu joydan sazdatni bosamiz mana. Ishlab chiqarilayotgan sana 22:08 faqat vaqtini 12:00 qilib qo'yamiz. Основное подразделение счет затрат 20:10 turishi kerak, chunki bilamiz 1s dasturida umuman buxgalteriyada ishlab chiqarish shoti bu 20:10. Подразделение o'sha основное подразделение qoladi. Sklad degan joyiga bitta hozir materialning sklad bor bizda. Boyagi materiallarni prihod qilganimizda hozir bitta nima so'rayapti bizdan? Tayyor mahsulotimizni qaysi skladga joylashimiz kerakligini so'rayapti. Bu yerdan yangi sklad sazlat qilamiz. Bu yerda nomini yozib qo'yamiz. Tayyor mahsulotlar skladi. Skladi deb belgilaymiz. Записать и закрыть bosamiz. O'shani tanlaymiz mana. Hop. Keyingi qiladigan ishimiz готовый produksiya mana bu yerda biz o'zi nima ishlab chiqarmoqchi bo'lganimizni produksiya bo'limiga kiritib ketishimiz kerak. Hop, bizning mahsulotimizning nomi LED televizor 43 talik. O'shani kiritamiz. Hop, sazlatni bosamiz va bu yerda ahamiyat beradigan joyimiz vid nomenklatura degan joyiga biz готовый produksiyani tanlab ketishimiz kerak. Mana shtukada bo'ladi. Bezni sotamiz. Записать, закрыть. Endi ishlab chiqarishda biz qiladigan ishimiz har bitta готовый produksiyani tayyor mahsulotimiz uchun qanaqa materiallar ketishini spesifikatsiya bo'limidan kiritib ketishimiz kerak. Bu yoqdan material bo'limidan ruchnoy kiritsak ham bo'ladi,
lekin bu biroz vaqtni olganligi uchun biz tayyor spesifikatsiya degan joyidan hop bitta tayyor mahsulotimiz uchun qancha material ketishini kiritib ketamiz. Sazatni bosamiz. LED televizor mana 43 talik uchun biz bir donasi uchun nimalar ketishini kiritib ketishimiz kerak. Hop, kiritib ketamiz. Qaraymiz normal asfotga LED panel kerak bo'lar ekan bir dona. Yozamiz. Mana bizda LED panel bor, matritsa, kolичество bitta kerak bo'ladi. Keyingisi asosiy plata bor bizda. Hop. Asosiy plata bor mana. Boyaga prixod qilgan materiallarimiz bir dona kerak bo'ladi. Yana добавить qilamiz. Quvvat bloki bor. Tak, blok tizib chiqazib berarmikan? Hop, ichidan qara qilamiz. Xo'sh, quvvat bloki bor. Undan ham bir dona kerak bo'lar ekan. Yana nima kerak bo'ladi? Korpus komplekti kerak bo'ladi. Korpus komplekti kerak bo'lar ekan. Undan ham bir dona. Yana davom qilamiz. Dinamik kerak bo'lar ekan. Dinamik kerak bo'ladi mana undan ham bir dona. Va oxirgisi qadoqlash to'plami. Hop. Buni ham kiritib ketamiz mana. Qadoqlash to'plami. Undan ham bir dona kerak bo'ladi. Hop, mana bizda kiritib ketyapmiz spesifikatsiya. Bir dona LED televizor 43 talik uchun nima materiallar kerak bo'ladigan bo'lsa, hammasini kiritib ketamiz. Hop, zapisать и закрытni bosamiz. Iloji boricha sodda qilib tushuntiraman ishlab chiqarishni. Yana murakkab ishlab chiqarishda bo'ladigan bo'lsa, qanaqadir savollar bo'lsa, biz savollarni yozib qo'yamiz. Ya'ni bu yerda hozir usluga unchiga ishlatilishi mumkin, vazoratning отходi bo'lishi mumkin, ya'ni bitta televizordan qanaqadir отходlar chiqib qolishi mumkin. Ularni ham batafsil o'rgatib keta olamiz. Agar ishlab chiqarish jarayoningizda savol yuzaga keladigan bo'lsa, yozib ketaman savollarni. Shu joyga telefon qilsanglar raqamga, albatta biz sizga, ya'ni men o'zim shaxsan o'zim konsultatsiya berib ketaman. Hop, spesifikatsiyani tanlab ketamiz mana. LED televizor 43 talik. Va bizga количество nechta ishlab chiqarmoqchimiz? Misol uchun biz 100 ta ishlab chiqarmoqchimiz mana. Chunki prixod qilgan materialimiz 100 taga yetarli. Bizda hozir summa plani, ya'ni sani plan qilayotgan summang ishlab chiqarmoqchi bo'lgan LED televizoringni deyapti. Summasi qancha bo'lishi kerak deyapti, plan summa. Biz tannarxini yozib ketaveramiz bu yerga. Qaraymiz, bitta televizorimiz uchun bizga 2.780.000 so'mga tushyapti tannarxi. Endi buni 100 ga ko'paytirib olamiz mana. 2.780.000 so'mni ko'paytirib olamiz 100 ga. 278 million so'mma planimizda bor bizning. Yozib ketamiz. 278 million so'm. Hop. Okay. Hop, keyingisiga o'tamiz. Mana faqat qanotga qarashimiz kerak. Shot uchota degan joyida mana shu televizor, ya'ni tayyor mahsulotingni qaysi shotga olib borishimiz kerak deb so'rayapti. Vot mana 28 shotiga boradi. 28 shoti bilmaganlar uchun, bilganlarga eslatma, bilmaganlar uchun xullas. Готовый produksiya mana tayyor mahsulot shoti 28, ya'ni biz ishlab chiqargan mahsulotimiz 28 shotiga boradi. Keyingisi nima qilamiz? Bu yerda дополнительный uslugalar bo'lishi mumkin. Qanaqadir biz uslugalar olgan bo'lishimiz mumkin ishlab chiqarish uchun, ya'ni xizmat, nimadir xizmatlar bo'lishi mumkin. Endi albatta ishlab chiqarishda vazoratning отход bo'lishi mumkin. Endi hozir biz sodda qilib tushuntirishimiz uchun vazoratning отход joyiga tegmaymiz. Material degan joyga kiramiz. Bu yerda bizdan so'rayapti, sklad, ya'ni seni materialingni qaysi skladdan olishim kerak deb so'rayapti. Biza mana bu yerda ikkita skladimiz bor. Agar tayyor mahsulotlar skladini tanlab qo'yadigan bo'lsak, senda bu materiallar yo'q deb ошибка chiqadi. Chunki biz boyagi materiallarni material skladiga prixod qilganmiz. Shuning uchun material skladini tanlab ketamiz. Zakazchik degan joyi shart emas. Biz spesifikatsiya tanlaganimiz uchun va nechta количествоda ishlab chiqarmoqchiligimizni belgilaganimiz uchun bu yerga заполнить deb bossak, bizga nechta kerakligini mana o'zi chiqazib beryapti. 10 shotidan olinadi. 100 ta LED panel kerak, asosiy plata kerak, mana shot zatrат hammasini o'zi chiqazib beryapti. Bitta подразделение tanlab ketamiz и ответственное лицо. Ya'ni ishlab chiqarish uchun kim javobgar? Misol uchun ba'zi bir ishlab chiqaruvchilarda brigadir javobgar bo'lishi mumkin yoki laborant javobgar bo'lishi mumkin yoki sex начальник javobgar bo'lishi mumkin. Uni kiritib ketamiz bu yerga. Hozir menda baza pustoy bo'lgani uchun hech kim kirita olmayman. Uni sizlar kiritib ketishingiz kerak.
biza mana bu yerda mana materiallarimizni kiritdik, produksiyamizni kiritdik bo'ldi, провести и закрыть. Bosamiz. Hozir bizda ошибка chiqarib beryapti. И провести и закрыть bosamiz. Mana tayyor. Ishlab chiqarish. Mana debit kreditiga qaraydigan bo'lsak, 20.10imizdan 28.10ga 278 million so'mlik 100 ta LED televizor chiqyapti va bizdan spesial bo'lyapti. Mana 10.10imizdan 20.10ga materiallarimizni narxi va количествоsi bilan spesial bo'layotganini ko'rsatyapti. Endi biz отчетdan оборотgani ochib olsak, mana 26-yil tanlab test formulatni bosamiz. Mana ko'rsatyapti. 10 aktiv счет bo'lganligi hisobiga mana kreditda ham 278 million, ya'ni xarid qilgan materialingni hammasi spesial bo'lgan bu yerda deyapti va 278 million so'mlik ishlab chiqarish qilding deyapti va mana bizda 28.10imizda 278 million so'mlik tayyor mahsulotimiz bor. Ichiga kirib ko'rsak, mana LED televizor. Endi buni xohlagan поставщикimizga, покупателimizga betdan sotib olsak bo'ladi mana. Счет faktura qilib turib. Va yana ahamiyat beradigan joyimizda biz hozir sodda qilish uchun bu yerda hech qanaqa qo'shimcha narsalarni o'tkazmadik. Aslida 20.10ga mana 278 million bir xil bo'lmaydi ikkalasi. Spesial bo'layotgan material narxi bilan ishlab chiqarish, chunki ishlab chiqarishga себестоимость, ya'ni tannarx degan narsa bor. Buning ichiga juda ko'p narsa o'tiradi. Misol uchun sex uchun kelayotgan elektr energiya счет fakturasi o'tirishi mumkin, yana ishchilarning oyligi o'tirishi mumkin, yana asosiy vositalarni eskirishi o'tirishi mumkin. Anaqani tayyor mahsulot tannarxiga va yana bu yerda bizga arenda o'tirishi mumkin. Shuning uchun har doim ham faqat расход qilayotgan materialingiz bilan ishlab chiqarayotgan narxingiz bir xil bo'lmaydi. Shuning uchun tannarx tushunchasi juda keng. Agar haqiqatdan ishlab turgan bazada qilganimizda bu narsani ko'rishimiz mumkin edi. Endi amaliyotda sizlarni bazanglarda haqiqatdan ish bo'layotgan bo'ladi. Svetdan счет faktura kelgan bo'lishi mumkin, ya'ni asosiy vositalaringiz bo'lsa uni eskirishini hisoblanadi va tabiiy bu narsa tannarxiga ta'sir qilib 278 million emas, misol uchun 300 million bo'lishi mumkin va sizga 300 millionlik mana bu yerda tayyor mahsulot o'tiryapti. Va shunda tannarxiga qaraydigan bo'lsak, 300 million 100 taga bo'lib olamiz. Bitta televizorimizning tannarxi sizga 3 milliondan tushayotgan bo'ladi. Ishlab chiqarish tushunchasi juda keng tushuncha bo'lgan bilan Adinesda uni qilish juda oson. Sizga kerak bo'ladigan narsa faqat norma расход. Norma расходdagi keltirilgan materiallar bazangizda borligi, ya'ni sizga prihod qilinganligi va ishlab chiqarishingiz tannarxiga nimalar o'tirayotgani va bu yerda mana ko'rishimiz mumkin. Juda oddiy operatsiyalar bilan 5 minutda tayyor ishlab chiqarish qilib, uni keyin realizatsiya qilib olsak bo'ladi. Xo'p, bugungi darsligimiz shu edi. Xudo xolasa bundan buyog'iga Adines darsliklarimizda to'xtab qolmaydi, davom ettiraveramiz. Sizlar bilan Talg'at Bayjigitov bo'ldi. Kelgusi darslarda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.